Tak, o'rtoqlar, hammaga salom. Ko'p gapirib o'tirmayman, chunki tomog'im yaxshiyla og'riyapti. Mana shu joydan давайте buy bitim ochamiz va buni nimaga buy ochganimni juda ham tezlikda tushuntiraman. Xo'p, take profitni mana bu atroflarga qo'yamiz va stop lossni esa mana bu atroflarga qo'yamiz. Tak. Давайте stop loss qo'ydik, take profit qo'ydik. Endi bo'lsa nima uchun bunaqa ochganimni tushuntiraman. Biling, bu yoqdan men kadrni MetaTrader'ga olmabman u. Tak, все, menimcha уже hammasi to'g'ri. Xo'p, mana bu joydan bitim ochgandim, narx yana tashlayapti va mana shu joydan yana bitim qo'shaman. Chunki ishonchim komilki, yuqori ehtimol bilan oltin bu yerdan yaxshigina korreksiya yoki откат berish kerak. Stop loss mana bu atrofda. Tak, давайте ikkinchisini ham stop lossini qo'yamiz. Stop loss mana bu minimumda ostiga va take profit bo'lsa mana bu resistance ga yaqin joylarda. Xullas shu joydan men buy kirdim. Bugun 27-mart 2025-yil va adashmasam bugun payshanba bo'lishi kerak. Hozir oltinda 1 soatlik time frame ni ko'rib turibmiz. Ishonchim komilki, bu joydan albatta yuqoriga bir marta korreksiya, yuqoriga korreksionniy harakat kutyapman bu joydan. Nima uchun bu yerdan buy? Давайте buning uchun trading view ga olamiz. Trading view da hammasi juda ham aniq va ravshan ko'rinib turibdiki, birinchi navbatda mana bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda bitta korobka range ko'rishimiz mumkin. Mana bu yuqorisida, mana bu atrofda resistance va mana bu joyda support bor edi. Narx o'tgan hafta pastga yorib tushgandan so'ng yuqoriga mana bu atrofda hafta yopilgandi va bu hafta ochildi. Dushanba, seshanba, chorshanba atrofida narx mana bu joyda flatda yurdi va bugun yuqoriga qarab yorib chiqdi. Yorib chiqqandan so'ng mana bu yerdagi resistance yorib chiqishidan avval mana bu joyda ko'rgan bo'lsiz, yorib chiqib pastga retest qilib, mana bu joyda fresh уровень qoldirib, ya'ni sveji, hali verib umuman test qilinmagan sveji уровень qoldirib, yuqoriga qarab harakatlangan. Endi narx pastga albatta tushunarli holat mana bu joydagi all time high dan pastga bunaqa reaksiya berishi va umid qilamanki va ishonamanki, bunaqa reaksiyadan so'ng mana bu joyda fresh sveji уровеньdan ortiga bir marta откат beradi. Menimcha o'sha bu yerdagi уровеньda hamma juda ham yaxshi ko'rib turibdi va juda ham yaxshi tushunib turibdi. Mana bu joydagi level o'zini juda ham chiroyli oqlagan, juda ham chiroyli chotki level ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda support, undan keyin pastga yorib tushgandan so'ng bu yoqdagi support o'sha resistance ga aylangan va bu yoqda yorib chiqqandan so'ng o'sha yana support vazifasini bajarish kerak. Biz umumiy tendensiya bo'yicha, umumiy katta trend bo'yicha bayda ketyapmiz. O'ylaymanki, oltin hali beri razvorot olgani yo'q. Hatto oltin $3000 ga chiqqan bo'lsa ham, ko'ramiz 15 minutdan so'ng mana bu oxirgi 1 soatlik candle yopiladi. Agar mana bu leveldan yuqorida yopiladigan bo'lsa, hali ham mana bu yerdagi sveji уровень biz uchun aktualniy hisoblanadi va keyingi ochilgan sham birinchi pastga soya qo'yib, keyin yuqoriga qarab biroz harakatlanishi mumkin. Bilishimcha, narx o'sha 50 punktlar atrofida korreksiya berib bo'lgan. 50 punktlar atrofida reaksiyani ko'rishimiz mumkin. Minimum mana bu atroflarga narx chiqadigan bo'lsa, men bitimlarni yopib olishim mumkin, chunki o'sha adashmasam 100 punktga yaqin oltin korreksiya откат berib qo'ygan bo'ladi. Xullas, plan shunaqa, savdo shunaqa. Aytgancha yana aytib o'tib ketdik, bu sentovoy hisob. Men hozir RoboForex'da sentovoy hisobida savdo qilyapman. Sizlarga ham RoboForex tavsiya qilaman, takkak bu brokerda komfortli savdo qilish mumkin. Agar siz ham shu broker qiziqtiradigan bo'lsa, videoning izohida mazkur brokerning rasmiy veb-saytini qoldirib ketaman. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow speed. O'rtoqlar, men mana shu joyda adashmasam 60 punktda bitimda 80% yopaman. Yopildi va mana bunisini ham yopib boraman. Qolgan bitimda riskini kamaytirish uchun stopini mana bu atrofga qo'yib qo'yaman. Bitimni nimaga olib bordim? Chunki давайте buning uchun trading view ga olishimiz kerak. Trading view da ko'ramizki, yangi ochilgan soatlikda ostida hech qanaqa soyasi yo'q. Yuqori ehtimol bilan yangi ochilgan candle mana bu hozircha ko'k bo'lib turgan narsa pastga tushib uzunroq soya qo'yish ehtimoli bor. Chunki bundan avvalgi candle juda ham uzun va tanasi ham normalniy uzun bo'lib yopilgan. Bu degani mana bu atrofda qanaqadir baribir resistance bor. Day может bu bozorda har narsa bo'lishi mumkin. Mana bu candle yuqori
yo'lga qarab uchib ketishi ham mumkin. Bozorda hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin meni tajribam aytadiki, mana bu yangi ochilgan candle ostida halaveri likvid olmasdan ketyapti. Yuqori ehtimol bilan pastga qaytib kelib, o'zidan avvalgi shamni soyasini to'ldirishi mumkin. Shuning uchun bitimni yopib yubordim. Может, agar birinchi pastga soya qo'yib kelgan yuqoriga ko'tarilgan bo'lganda, mana bu atroflargacha ushab turgan bo'lishi mumkin edi. Xullas, bugunga shunaqa savdo bo'ldi. Easy, juda ham oson, 80 punkt uje cho'ntakda. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got Вот mana sizga realniy primer, realniy misol. Oltindan bunaqa harakatlar bo'lishi tabiiy. Xullas, bugunga shu o'rtoqlar, mana shu joyda sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Albatta, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.